Assalomu alaykum azizlar. Ayrim bemorlarda burunni ichki tomonida emas, usti tomonida muammolar bo'ladi. Garbinka bo'lishi mumkin, qiyshiq bo'lishi mumkin, yoki burni uchi tashqariga pastga osilgan bo'lishi mumkin, yoki juda ham katta bo'lishi mumkin. Xullas, yoki bo'lmasa puchuq burunlar bo'lishi mumkin. Xullas bu bemorlar burnining shaklidan norozi bo'lib yurishadi va o'zicha kompleks bo'ladi. Ya'ni o'zidan o'zi uyalib yurishadi. Ushbu rolik davomida shu muammolarni hal qiluvchi operatsiya, ya'ni rinoplastika operatsiyasi haqida gaplashamiz. Men doktor Bo'tayev 15 yillik tajribaga ega lor xirurg. Ushbu rolik davomida rinoplastika haqida gaplashmoqchiman sizlar bilan. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilib maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Demak, rinoplastika operatsiyasi nima bu? Rinoplastika operatsiyasi bu plastik operatsiya hisoblanib, burunni shaklini o'zgartiruvchi operatsiyalar hisoblanadi. Bu plastik operatsiya bo'lgani uchun bu murakkab operatsiyalar ro'yxatiga kiradi. Endi kimlarda o'zi burunda o'zgartirishga ko'rsatmalar bor? Kimlar o'zgartirishi mumkin? Birinchisi, bu tug'ma nuqson bilan tug'ilgan bemorlar. Ya'ni ayrimlarda burunni tug'ma muammo bilan tug'ilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, hayoti davomida travma olgan bemorlarda avariya bo'lgan bo'lishi mumkin, udar yegan bo'lishi mumkin va burni qiyshiq holatga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Va uchinchi holatda travma ham bo'lmagan, tug'ma nuqson bilan ham tug'ilmagan, lekin burni o'ziga yoqmaydi. Ya'ni ajdodlarimizdan o'tgan, misol uchun burun, masalan, erkak kishida dadasida burni katta bo'lgan, lekin qiziga shu burun o'tib qolgan. Bu qiz bola bo'lgani uchun u burun yarashmaydi. Ya'ni katta garbinkasi bor yoki burni uchi qalin osilib turibdi yoki puchuq burun va hokazo shunaqa burun olgan. U o'ziga yoqmaydi va shundan qiynalib yuradi o'zi. Bunday holatda ham operatsiya qildirish mumkin. Mana shu 3 ta holatlarda burunni rinoplastika operatsiyasi amalga oshirish mumkin. Uchinchi holatda, ya'ni bemorda hech narsa bezovta qilmaydi, travma olmagan, tug'ma nuqsoni yo'q, lekin o'ziga yoqmaydi. Bunday holatda bemorning o'zini xohishi yetarli bo'lmaydi. Albatta buni xirurg bilan maslahatlashadi. Ya'ni biz bilan keladi konsultatsiyaga, biz ularga maslahat beramiz. Kerakmi, kerak emasmi? Ayrim bemorlarga aytamiz, ha kerak sizga, haqiqatdan ham sizda muammo bor deymiz. Ayrim bemorlarda u yetarlicha muammo bo'lmaydi, faqat bemor o'zini xayolida shuni katta muammo qilib o'ylab yurgan bo'lishi mumkin. Bunday bemorlarga aytamiz, siz qildirmang, qildirish shart emas deb aytamiz. Endi operatsiyaga qanday operatsiyaning turlari bor? Estetik va funksional rinoplastika bo'ladi. Estetik, ya'ni bemorda hech narsa bezovta qilmaydi, lekin burni o'zi yoqmaydi. Shuni estetik objoyini o'zgartirish mumkin. Ya'ni burni garbinkasi bo'lsa, garbinkasini olish mumkin. Ya'ni chiroyli holda yoki burni uchi pastga tushgan bo'lsa, ko'tarish mumkin va hokazo. Funksional rinoplastikada ham burunning shakli o'zgartiriladi, ham nafas olish tiklanadi. Bemorda ham yaxshi nafas oladigan bo'ladi, ham burunning shakli o'zgartiriladi. Endi rinoplastika necha yoshdan amalga oshiriladi va necha yoshgacha qilgan ma'qul? Rinoplastika operatsiyasi plastik operatsiya bo'lgani uchun bu burunni tashqi strukturalariga ham, ichki strukturalariga ham ta'sir qilgani uchun albatta 18 yoshdan keyin qilinadi. Endi necha yoshgacha qilsa bo'ladi? Buni aniq ko'rsatmasi yo'q, lekin qancha yosh qilinsa, shuncha yaxshi. Misol uchun 50 dan keyin, 50 yoshdan keyin maslahat berilmaydi. Chunki organizmda turli xil o'zgarishlar bo'ladi unda va organizmda yondosh kasalliklar rivojlanadi o'zi 50 dan keyin. Shuning uchun operatsiyani og'irroq ko'tarishi mumkin. Lekin bemorimiz juda ham sog' bo'lsa, o'zini juda ham yaxshi his qilsa, analizlari yaxshi chiqsa, 50 yoshda ham qilsa bo'ladi, lekin undan keyin sal muammoliroq bo'lishi mumkin. Demak, 18 yoshdan 50 yoshgacha uslovni bemalol qilish mumkin. Endi qarshi ko'rsatmalar va qarshi ko'rsatmalar. Ko'rsatmalarni aytdim, qilib aytish mumkin. Agar burningiz
Quloqni teshtirgandan ana bu hosil bo'ladi, chandiq hosil bo'ladi. Bunday bemorlar sahrni burunni kolumella sohasida kesma o'tkaziladi. Yopiq rinoplastikada shu kesma o'tkazilmaydi. Ko'pincha butun dunyoda ham ochiq rinoplastika amalga oshiriladi, chunki unda ochib qo'yiladi va obzor yaxshi bo'ladi va turli xil muammolarni qilishda xirurg uncha qiynalmaydi. Shuning uchun ochiq rinoplastikadan foydalaniladi. Bunda bemorni tog'ay va suyaklari yalang'ochlanadi va uni qanday muammosi bo'lsa, shu muammolar bartaraf qilinadi operatsiya yordamida, kanishda. Endi operatsiyaga tayyorgarlik qanaqa iborat bo'ladi? Operatsiyaga tayyorgarlik albatta birinchi maslahatga kelish kerak bo'ladi. Hech qachon onlayn maslahat bu offlayn maslahatda o'rnini bosa olmaydi. Chunki bemorni biz kayfiyatini ko'rishimiz kerak. O'zini muammolarini so'rashimiz kerak. O'zini burni haqida fikrlarini, uni qiynalayotgan ichki kechinmalarini, psixik holatini baholashimiz kerak bo'ladi. Avval operatsiya qildirganmi, kosmetologik muammolar muolajalar olganmi, olmaganmi, avval burunda operatsiya o'tkazganmi, o'tkazmaganmi, buni hammasi konsultatsiya jarayonida hal qiladi va bemordan o'zini xohishlari so'raladi. Ya'ni burnini qanday ko'ryapti, nimasi yoqmaydi va xirurgni возможностьlari nima qilib bera oladi. Shu hammasi bir-biri bilan solishtirilib bir to'xtamga kelinadi. Shuning uchun albatta birinchi konsultatsiyaga kelinadi. Konsultatsiyadan keyin bemorning burni rasmga tushiriladi va taxminiy ko'rinish aytiladi. Bu rasm hech qachon kompyuterda qilinadi. Hech qachon haqiqiy operatsiyadan keyin burunni shaklini bermaydi, lekin shunga yaqin bo'ladi. Shuning uchun shuni burunni rasmi eskizi ko'rsatiladi bemorga. Keyin analizlar topshiriladi. Analiz topshirishdan maqsad bemorning shu operatsiyaga tayyormi, yo'qligini bilishdan iborat. Umumiy qon tahlili, siydik tahlili, bioximik qon tahlili, yuquvchi kasalliklar bormi, yo'qmi, gepatit B, C, SPID analiz topshiriladi. Ko'krak qafasi rentgenografik tekshirishlar qilishi mumkin. Yurakni tekshiramiz, EKG qildiramiz, kardiologga ko'rsatamiz va hamma tekshirishlar normal bo'lsa, keyin biz bemorni navbatga yozib qo'yamiz. Va bemor navbati kelguncha 10 kun davomida tabletkalar ichib turadi. Bu qanaqa tabletkalar? Qon tomirlarini mustahkamlovchi dorilar ichiladi. Undan tashqari qonni sal quyuqlashtiruvchi dori preparatlari va terini yaxshilovchi vitaminlar, ya'ni vitamin A beriladi. Va bemor operatsiya kunini belgilab uyga ketadi. Operatsiya kuni statsionarda bo'ladi. Ya'ni bir kun bemorimizni statsionarda olib qolamiz. Agar bir xil bemorlar 2 kun yotishni xohlaydi, unda ularga ham ruxsat beramiz. 2 kun yotishga ham ruxsat beradi. Atak bir kun yetarli hisoblanadi. Operatsiyadan keyin qanaqa kechadi? Operatsiyadan keyin rinoplastika operatsiyasidan keyin bemorda burun ustiga bog'lamlar, shina qo'yiladi. Ya'ni bu burunni shishib ketmasligi uchun va tashqi muhitlardan himoya qilish uchun shina qo'yiladi va likoplaster bilan, maxsus likoplaster bilan yopishtirib qo'yiladi. Shu bilan bemor 14 kun, 15 kundan keyin perevyaskaga keladi. Bemorning burunlari ishlov berilib, choklari olinadi, burun ichiga splint qo'yilgan bo'lsa, splint olib tashlanadi va ustki bog'lama almashtirib qo'yiladi.
90%, 80% ishlar bir oyda qaytib ketadi. Qolgan ishlar bir yil davomida sekin-sekinlik bilan burun uchidan ketadi. Asosan aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat. Agar sizda burunda muammolar bo'lsa, burningizning shakli o'zingizga yoqmasa, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.